Assalomu alaykum. Biz Toshkentdamiz. Va bu sotuvchilar tanlovi. Assalomu alaykum. Ismlari? Ibrohim. Bahodir ismi. Elbek. Ali ismi. Sizni oldingizga hozir ikkita kolbasa mahsulotini olib kelaman. Eng zo'rini tanlab berishingiz kerak bo'ladi. 1 yoki 2 deysiz. Afa bo'lish to'g'risini aytasiz. Birinchisini mazasi yaxshi ekan. Mana shu birinchisi menga ma'qul bo'ldi. Menga shu birinchisi yoqdi aka. Birinchisi yaxshi edi. Keling birinchisini ochamiz. Siz tanlaganingizni. Tanlagan kolbasalar bu Rozmet kolbasalari edi. Ikkinchisini ochamiz. Bu konkurentlarniki edi. Endi biz hozir ketdik. Endi boshqa magazinga boramiz hozir. Ketdik. Qani ko'chaga chiqaylikchi. Ketdik. To'g'ri mashina kirib ketaveramiz. Ketdik. Yuraylar menga to'g'risi. 61% sotuvchilar Rozmet pishirilgan kolbasalarni maslahat berishadi. Siz ham tatib ko'ring. Buxoroga salom yo'llab qo'ysiz. Buxoroga bo'lsa Buxoroga deb, Bexoroga ketdik bo'lmasam.